Odamlar siz haqingizda noto'g'ri tushunadigan eng katta narsa nima? Obunachilar orasida bunaqa narsa yo'q. Odamlar orasida ehtimol bo'lishi mumkin. Meni hali ko'rmagan, gaplashib ko'rmaganman bilan. Inson bo'lsa, birinchi noto'g'ri tushunadigan narsasi har doim bo'lib kelgan, bu kibrli deb o'ylashi mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda? Misol uchun, agar bir ikki so'm pul topib qo'ygan bo'lsa, Instagramda obunachilar ko'p bo'lsa, всё u kibrli, javob bermaydi degan taassurotga keladi. Ya'ni anaqa kelib qolar ekan. Men bilan bitta gaplashgandan keyin, misol direktga yozishadi, men hammaga javob beraman. O'zimdan yoshmi, kichkina, men har doim assalomu alaykum deb gapiraman. Bitta gaplashib ko'rgandan bilib oladi. Что adashgan ekanman, kibrli emas ekan deb. Mana shu odamni ko'pincha adashtiradigan narsa. Menga doim yozishadi, aka sizni to'g'risi juda ham kibrli deb o'ylaydi deyishadi. Lekin gaplashib ko'rib bildim deyishadi. Bilmayman, men o'zim shunday kibrli o'xshayapman со стороны. Yo'q, lekin men ham hayron qolganman. Hali o'sha payt 1 yil oldinmi? 1 yil oldin. 1 yil oldin yana hali ko'rishganimizda sizni lekin kibrli deb hech qachon o'ylamaganman. Даже mana shu blogdan o'zi bilganman-da, o'sha gaplaringizni eshitib, nima qilib, shu такой максимально комфортный человек. Da. Hayronman bu mana shunaqa odamlar bir xillar noto'g'ri o'ylashar ekan.